Konditsioner rasxodini qanaqa qilib ekonomiga tushirishni o'rgatib qo'yamiz bugun. Bilasizlar, hamma uyda deyarli konditsioner bor, lekin invertorni olasizmi, full DC invertorni olasizmi, tok rasxod o'ta ko'payib ketyapti, limitdan oshib ketyapti. Bugun shuni qanaqa qilib limitdan oshirmaslik kerak va ekonomni o'rgatib qo'yamiz. Birinchi o'rinda konditsionerda yoqish xatolik bo'ladi. Xo'p, 16 gradusga qo'yib, sразу uyga kirgandan keyin yoqib olasiz. Bu birinchi xatoyingiz bo'ladi. Xo'p, gradusni 16 ga qo'yasizmi, 24 ga qo'yasizmi, 30 ga qo'yasizmi, farqi yo'q. Konditsioner ichidan bir xilda sovuq havo chiqadi. 16 ga qo'ysangiz sovuqroq, 24 ga qo'ysangiz issiqroq havo chiqmaydi. Xo'p, navarot 16 ga qo'ysangiz motor tezroq sovutaman, uyda gradus baland bo'ladi, tezroq sovutaman deb turib, nagruska bilan ishlaydi. Shuni hisobiga tokingiz, masalan, invertor motorda 1 kilovat o'rtacha sarflaydigan bo'lsa, 2 kilovat, 3 kilovatgacha oshib ketib qoladi. Shuning uchun yoqishda 24 gradus yo bo'lmasa 20 dan 25 gacha tanlab oling. 20 dan sal oshirib qo'ysangiz, idealniy harorat bo'ladi. Motorga ham nagruska kelmasdan ishlaveradi. Ikkinchi qilinadigan xatolik, xo'p, konditsionerda masalan sovuq bo'lgandan keyin o'zi invertorlarda shunaqa holat bo'ladi. Uyda bitta gradus masalan 24 ga qo'ydingizmi, 24 ga tushgandan keyin fen o'chadida, ichida ventilyator aylanib turaveradi. Tok rasxod shunda ketmaydi, kamroq rasxod bo'ladi. Ko'pchilik o'chirib qo'yadi buni. Uy sovuq bo'lgandan keyin sразу o'chiradi, yana isishiga yana boshqatdan pultdan yoqadi. Bu eng katta xato bo'ladi. Sabab motor restart olayotgan, start olayotganda tokda ko'proq sarflaydi. Masalan, oddiy ishlab turgan holatida 1 kilovatdan sal tushsa, 800 vatt 1 kilovat atrofida sarflasa, bitta o'chirib yoqqaningizdan keyin 3 kilovat bilan motor zavod oladi. Shuni hisobiga birinchi yonganda tokni ko'proq rasxod qiladi. Ko'pchilik shuni o'chirib yoqqanda, deb o'chirib yoqishda shu 3 kilovatdan 3 marta o'chirib yoqsiz, уже 1 kunlik limitingiz ketdi degani. Shuning uchun bitta yoqasiz konditsionerda bo'ldi. Bitta gradusga qo'yib qo'yasiz, o'zi tushib, ko'tarilib ishlab turaveradi. Keyin yaxshi sovutmay qolganda nima qilish kerak? Motorga nagruska bermaslik uchun shunday konditsionerni olasiz, ichini ochasiz, shunaqa filtrlar bo'ladi, oson. Olasiz buni, chiqarasiz. Xo'p, suvda yuvib olib turib, shuni yana joyiga qaytarib tiqib qo'yasiz. Shu bo'ldi. Agar 3-4 yil bo'lgan bo'lsa konditsioneringizga yo 1 yildan o'tib ketgan bo'lsa, buni tozalasangiz ham yaxshi sovutmasa, bitta ustiga ko'rsatasiz, bitta chiska qilib beradi o'zi. Hamma yo'qni chotki qilib. Konditsionerda endi qanaqasini olish kerak deyotganlar uchun qanaqasini olsangiz ham joyingizga, razmeringizga to'g'rilab olsangiz bo'ldi. Razmeringizga to'g'ri bo'lmasa ham yaxshi sovut olmaydi, tokni ko'p rasxod qiladi. Keyin sizga bekardan konditsioner qimmatroq pulga tushib qolgani qoladi, yana boshqa olishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, joyni qanaqa qilib tanlaymiz? Birinchi bo'lib, masalan, uyingiz razmerini o'lchab olasiz, nechiga necha. Masalan, 7 ga 4mi, 3 ga 4mi, 5 ga 4mi farqi yo'q. 5 ga 4 uy bo'lsa, 5 ga 4 ga ko'paytirasiz, 20 kvadrat chiqadi. 20 kvadratlarga 9 tali yo 12 tali, 12 tali bunaqa kichkina motorlilarni qo'ysangiz ham bo'laveradi, 20-25 kvadratgacha. Agar uyingiz 25 kvadratdan sal kattaroq, 30 kvadratgacha bo'ladigan bo'lsa, katta motorlilardan olib qo'ysangiz bo'laveradi. Bular 30 kvadratgacha yetadi. Agar uyingiz undan ham kattaroq bo'lsa, masalan, 12 tali katta, 18 tali katta, 12 tali kichkinalik qilib qoladigan bo'lsa, masalan, 35 kvadratgacha bo'ladigan bo'lsa, katta motorlilarni tavsiya qilinadi. Qimmatroq modellarni olsangiz bo'laveradi. Xo'p, narxlari necha pul bo'lyapti deganlar uchun narxlarimiz 3 milliondan boshlanadi. 3 million 300 ming so'm, 3 million 350 ming, 3,5 million, 3 million 600 ming so'm. Xo'p, yana ham sizga funksiyasi ko'proq bo'ladigan bo'lsa, qulayroq bo'lsin deydiganlar uchun Hisense yangi modellari kelgan, komfort modellari. Xo'p, bularimizda Wi-Fi kontroli bor, iFit funksiyasi bor, pultning o'zida datchigi bo'ladi. Uyingizda burchagi ko'p qo'ysangiz ham hamma to'g'ri burchagida ham bir xilda gradus ushaveradi. Low voltage texnologiya bo'ladi, pastroq tokka ishlaydi, tokingizni Super DC invertor motori ko'proq ekonom qilib ishlayveradi. Bularimizni narxi 4,5 million so'm bo'ladi. Wi-Fi kontrollari ham bor. Ishga ketayotganingizda yo ishdan qaytayotganingizda telefonni yoqib qo'yasiz. Borgunizcha uyingizni sovutib, gradusni ushlab turaveradi. Qishda yaxshiroq istaman desangiz, buni ham tavsiya qilinadi. Citroniklarimiz bor. Citroniklarimiz yaxshi tomoni -20 gradusda ham ishlaydi qish kunida. Yoz kunida +60 gradusgacha bo'ladi. 10 yil kompressoriga garantiya beriladi. Bunda ham Wi-Fi kontrollari bor. Bunimiz ham narxi 4,5 million so'm chiqyapti hozirgi kunda. Qo'shimcha tent bularda ham, bunda ham bor. Uyingiz dizayniga qarab moslashadiganini olsangiz bo'laveradi, lekin Hisense plus tomoni, bunimizni feni kattaroq bo'ladi. Ichidagi mis trubkasi ustida shunaqa bluefin qoplama qoplangan bo'ladi, chirilmasligi uchun. Filtrini ham ochib tozalash osonroq, qulayroq bo'ladi. Shunday joyiga qo'yasiz, qatirib qo'yaverasiz. Tozalashga ham osonroq. Bunimiz ham ichi polniy misli bo'ladi, mis bilan qoplangan. Bularda ham, bunda hammasida misli bo'ladi. Xo'p, eng oson yo'li nima qilish kerak? Bizga telefon qilasiz, razmeringizni aytasiz,
siz o'zingiz budjetingizni aytasiz. Masalan, 3 milliondan 3,5 milliongacha olmoqchiman, shunaqa razmerga. Qulayroqini tavsiya qiling deng. Biz o'zimiz sizga maslahat beramiz, eng yaxshisini tavsiya qilamiz. Xo'p, foydali ma'lumotlar o'tkazib yubormaslik uchun original texnikalar narx qiziq bo'ladigan bo'lsa, kanalimizga podpisatsiya bosib qo'ying. Yaqinlarga jo'natish ham esdan chiqmasin. Nomerlar pastda bemalol aloqaga chiqaverasizlar.